안녕하세요. Assalomu alaykum. Men bugun sizlarni o'zimni universitetim PNU Busan National University bilan tanishtirib chiqaman. Bugun universitetimizga keluvchilar uchun yaxshi va foydali ma'lumotlar aytib berishga harakat qilaman. Maroqli va foydali video bo'lsin. Qayting! Bu esa universitetimning emblemasi. Talabalar bu universitet emblemasi tushirilgan bomberlar kiyishadi. Bizlarda forma yo'q. Shuning uchun odamlar, o'quvchilar o'zi istagan formada kelishadi. Lekin qish, kuz yoki bahorning sal sovuq vaqtlarida o'shanaqa sportichniy bomberlar, emblema tushirilgan bomberlar kiyish qanaqadir boshqacha urf bo'ladi. Odatda universitetlar tog'da joylashganligi tufayli har doim tepaga chiqish kerak bo'ladi yoki bo'lmasam universitet o'quvchilari uchun alohida avtobus ajratilgan. Ana yerda ko'k avtobus kelyapti. Universitet hammasi, mana shu binolarning hammasi universitetga kiradi. Hammasi bilan bitta tanishtirib chiqaman. Let's go. Universitetimiz 1979-yilda ochilgan. Oldidagi qanaqadir bino hech ham ko'rib ko'rmagan ekanman. Mazaqa basketbol o'ynashyapti. Hozir men sizlarga o'zimda binoyimga boraman. Bu meni binoyim. Har bitta soha uchun alohida bino ajratilgan. Bilmayman, o'quvchilar juda ham ko'pligi uchun menimcha. Shuning uchun har bitta darsni almashtirish uchun har bitta binoni almashtirishimiz kerak bo'ladi. Meni binoyim biroz yangi, uyatxamaysizlar. Orqamda qurilayotgan bino yangi bino, bizlar xudo xohlasa yana yangilab ko'chib o'tamiz. Men bu binoni sog'inmadim. Bizlarda hozir kanikul, shunga kelish biroz yoqimsiz tuyulyapti. Meni binoyim 5 qavat. Darslar odatda yaxshi o'tiladi. Hozir yoz bo'lishiga qaramasdan o'qiyotgan talabalar bor. Bu yerda yoz vaqtida ham o'qish mumkin. Albatta bu ixtiyoriy. Odatda ikkita fandan o'qishadi. Xorijiy talabalar uchun esa bitta fan tanlanadi. GKS talabalariga men tanlamadim, istamadim, shunchaki dam olishni istadim. Qolganlar esa dars qilyapti. Narigi sinfda men o'qiganman. Bu yerda hozir o'quvchilar bor ekan. Boshqa sinflar esa qulf, lekin men bu sinf menga juda ham yoqadi, lekin bu yerda dars o'tmaganman. Juda ham chiroyli jihozlangan. Mana shunaqa jihozlangan. Boshqa sinflar ham menimcha qulf bo'lsa kerak. Chunki parolli eshik, shuning uchun faqatgina derazadan ko'rish mumkin. Bu binoyimizning hovlichasi. Tanaffus vaqtida o'quvchilar chiqib o'tirishadi yoki bo'lmasam shunchaki dam olishga chiqishadi. Ma'lumot uchun Busan National University universitetda o'zi 3 ta, Busandagisi asosiysi. Bundan tashqari filiallari Yangsan bilan Miryang viloyatida filiallari bor. Busan hozirgi universitetim Busanning Busanday shahrida joylashgan. Talabalar, umumiy talabalar soni 30 mingta, lekin hozir meni universitetimda esa talabalar soni 17 mingta. Xorijiy talabalar 1700 dan ortiq. Yana bitta ma'lumot uchun, universitetimda o'zida maydoni kengligi uchun 70 dan ortiq binolar bor. Har bittasiga kirib chiqish yaxshi.
judayam tog'ning tepasigacha joylashib ketgan. Tog'ning eng balandida men yaxshi ko'radigan joy. Yana bitta katta maydon bor. U yerdan butun Xusande hududi ko'rinadi. Universitetimizda yana mana bunaqa chiroyli dam oladigan joylar bor. Ichida baliqlar ham bir taqada ketib qoldi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, universitetimizning mavqeyi The World University Rankings 2025 bo'yicha 500-600 o'rinlarda turadi. Lekin o'zining fanlari bo'yicha esa, masalan, muhandislik, matematika yoki bo'lmasa ijtimoiy fanlar bo'yicha esa 300-400 o'rinlarda turadi. Koreyaning o'zida esa 9-o'rinda turadi. Busanning o'zida esa eng yaxshi universitetlardan biri bo'lganligi uchun Busanda 1-o'rinda turadi. Okay. Universitetni bitirgandan keyin ishga olish, ishga kirish qanaqa bu degan savol bo'lsa, hozirgi kungacha 270 mingdan ortiq talaba bitirgan Busan National University'ni. Shulardan 2021-yilning so'rovnomasiga ko'ra 54% o'quvchi ishga kira olgan. 2023-yilning so'rovnomasiga ko'ra esa bu 61% ga ko'tarilgan. Ba'zi bir universitetdagi, o'zimiz universitetdagi o'qituvchilarning gapiga ko'ra, Busan National University'da o'qiyman desa, o'qishga kirish, ishga kirish oson bo'ladi deb aytishdi. Bilmadim. Qayerga ishga kirishga bog'liq menimcha. Grantlarga keladigan bo'lsak, universitetda men kelgan GKS yoki bo'lmasam o'zini alohida grantlari bor. Qancha ball yig'ishingizga qarab ham grant berish mumkin. Universitetga o'qishga kirayotganda siz alisingiz bo'lsa, oxirgi marta eshitganimga qaraganda o'rtog'imning adashmasam 7 yoki 6 alisi bo'lgan edi. O'sha o'rtog'imga hech qanday grant bermagan. Semestr uchun ham hech bo'lmaganda 50% bo'lganda ham grant bermagan. Shunchaki kontraktni to'liq to'layapman deb aytgan edi. Qurilish bo'layapti-ku. Lekin agar sizda 6, 5 yoki 4, menimcha minimal 4, chunki o'zimga ham 4 bilan 4 dan oshsagina o'qishni boshlaysan deb aytishgan edi til kursida. O'shaning uchun 4 dan baland bo'lsa 50% dan 100% gacha sizga kontraktingizda chegirmalar berishi mumkin. Universitet ana 3 ta bino turibdi-ku. O'sha binogacha, o'sha yerda metro, u yog'igacha mana bu binogacha universitet hududi, u yog'i tepaga dalish ketaveradi. Menimcha eng mashhur joy shu bo'lsa kerak. Rasmlarda ham ko'p chiqadi. Bu yer muzey. Universitetimizda alohida muzey bor. Ichiga bir marta kirib ko'rganman. Eski qo'lyozmalar bor, kosachalar bor. Ajablanarli bittagina skelet bor. Kimnikiligini bilmayman. Lekin chiroyli qurilgan. Bu yerda ham har xil tomoshalar bo'ladi. Bu yoqda esa universitet hayoti boshlanadi.
Orqamda turgan mana bu bino bilan mana bu binolar bu qizlarning yotoqxonasi Chayogan, o'g'illarning yotoqxonasi Chilekvan bilan Ubigvan tog'ning cho'qqisida. Men hozir To'sog'onga keldim. 24 soat emas, ertalab soat 5 dan kechki soat 11 gacha kutubxona. O'quvchilar dars berishadi. Kontraktga keladigan bo'lsak, kontraktlar har bir o'qish bo'yicha turli xil, sohaga qarab har xil bo'ladi. $3000 dan boshlab $4500 ekan ma'lumotlarga ko'ra. Lekin bu yerda o'quvchilar judayam raqobatli. Men bundan ancha stress oldim. Lekin o'qituvchilar mehribonlari bor. Videoni sho'rgacha ko'rgan bo'lsangiz, xursandman. Like va podpiskaningizni ayamang. Universitetim sizga yoqqan bo'lsa, tashrif buyurishingizni kutaman. Ko'rishguncha, xayr.